Shunday qilsam bo'ladimi, xonim? Yaxshiroq yuv o'g'lim. Vaqt uchun emas, ishing uchun pul olasan. Sochini yig'ib olgan erkak meni dadam bo'ladi. Go'zallik salonlari bor deb aytganmidim. Ular Sitsiliyalik stilistlar ajdodi bo'ladi. Dadamni turmakchi deya ko'rmang. U shunchaki sochlarni kesmaydi. Ular san'at asari yaratadi. Salvo. Meni lol qoldir. Ana, Bolalar mehnatidan foydalanish haq-huquqlari doim poymol bo'lardi. Lekin shunga qaramay Halloween bayramida eng qimmat Chewbacca kostyumim bor edi. Va yana dadam doim pulni tejashni o'rgatardi. hech qanday desert olmaymiz. Agar oxirigacha yeb qo'ymasang, tug'ilgan kun dasturxonni o'zing to'laysan. Va albatta vaziyatdan chiqa olishni o'rgatgan. Skateboard so'raganding, mana senga. Uni shaxsan o'zim yasadim. Kelasi yilgacha uni asrab avayla. Dadam yagona narsa uchun pul sarflashni gunoh deb bilmasdi. Arzon atir ishlatish taqiqlangandi. Bu